Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir bir obyektimizga keldik. Mana bu yerda tepadan suv oqishi kuzatilgan. Buni hozir teplovizor yordamida ko'rmoqchimiz. Bu 6 oy oldin bu narsa topib ustronit qilingan, lekin devorning ichi namlanib, o'sha ichidagi kiruvchlari, ya'ni g'ishtlari o'sha suvni ko'p shimib, hozir qurishi qiyin bo'lyapti. Hozir zakazchik chaqirdi. Yana shu yerdan nam bo'lyaptimi deb. Mana hozir teplovizor yordamida ko'ryapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu tepada issiqlik turbasi o'tgan, ya'ni отопление turbasi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ограничитель qizil chiziq bor. Bu mana bu turgan ko'k yashil bo'lib turgan joy, bu nam bo'lib turgan joyda. Bu yerdan hozir tepadan suv oqishi kuzatilmayapti. Bu avvalgi nam holati. Shu endi yil davomida qurib keyin yo'qoladi bu narsa. Hozir mana bu yerda mana pravila bilan profil bilan qirib ko'rdik. O'sha mana bu tagi qismidan o'sha qurib boshlaganda bu. Bu yerdan suv oqishi kuzatilmayapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga teplovizor xizmati kerak bo'lsa, butun Xorazm bo'ylab va Beruniy Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ham xizmat ko'rsatamiz. Teshilgan, yorilgan beton tagida qolib ketgan отопление turbalari teshilgan bo'lsa yoki tokli pol teshilgan bo'lsa, topib ustronit qilib berish xizmatlari bor.